Sima tavsiyoni yeb baxmagan do'stlarga bugun bir tavsiya qilaman. Bu brendni cho'qim tetib beqilinglar. Shuningdek peyzajimi qarashqa bek oddiy to'g'an bilan lekin ta'mi bek o'zgacha. Aldı bilan 1 kilo seriq mayni shu qaymoqdek shunda peyz ko'p turib olmoqchimi? Bu prendiklarning o'xshashligi eng muhim nuqta mushu seriq mayning ko'pishi. Bilan ko'plasanglar prendiklarning ta'mi shunda peyz chiqadi. Necha kundan beri chiqargan videolarimni shunda qo'llab berdinglar. Ko'pdan ko'p rahmat. Agar yana boshqa pishiriqlarni o'rganishni xohlab qolsanglar, pingluncha yozib qo'ysanglar bo'ldi. Ayrim uchur qoldirsanglar, uchurlarga javob qaytarib bo'lmayman. Shunga qanday gap so'z bo'lsa pingluncha yozib qo'yinglar. Yurak berib videolarimni tarqatib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Mana videoda ko'rsatilgandek tanfin, ondan sodalarni silib bir qadar ko'p turib o'tgandan keyin tuxumni solamiz. Yana davomli qo'shishlarni ko'p turib, eng oxirida un bilan mushu zimani silib, bir ishkini aylantirib, ya'ni mushu un to'liq aralish bo'yicha mandurimiz. Buning xamirimi intayin bo'sh chiqadi. Tozalab olgandan keyin biz ustiga un chechib etgandan keyin mushu 20 gram atrofida asallar bo'ldi. Kichik elib yumaloq qilib, ondan lisimizni musholatda tizib olamiz. Bu qo'shan kirgandan keyin yeyilib, mana bu holatda pishib chiqadi. 180 da 170 qilib shu bir 20 minut atrofida pishirsanlar tayyor bo'ldi. Videoda tushunmagan yerlaringlar bo'lib qolsa, cho'qim so'ranglar. Men pinglunchiga so'ragan har qanday savollaringizga javob qaytaraman. Ammo videolarni ko'rsangiz, xayr xo'sh.